Farg'ona vodiysining go'zal go'shalaridan biri. Quva tumani nafaqat boy tarixi, serhosil yerlari, balki shirin va nafis giloslari bilan ham tanilgan. Bu hududda yetishtiriladigan gilos mevalari nafaqat ichki bozor, balki xorijiy mamlakatlar uchun ham juda mashhur. Ana shunday boy ne'matning hosilini nishonlash maqsadida Quva tumanida gilos sayli festivali o'tkazildi. Bo'lib o'tgan gilos sayli doirasida qishloq xo'jaligini yanada taraqqiy toptirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ham taqdimot qilindi. Anjuman doirasida agrosanoat sohasini rivojlantirish, eksport salohiyatini oshirish va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar yuzasidan seminar tashkil etildi. Tadbirda soha mutasaddilari tomonidan so'nggi oylarda Quva tumanida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan batafsil ma'lumotlar berildi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 30-yanvar kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda davlatimiz rahbari tomonidan tijorat banklariga aniq hududlar biriktirilib, ular orqali agrar sohani qo'llab-quvvatlash topshirilgan edi. Shunga muvofiq Quva tumanida mas'uliyati cheklangan jamiyati, Farg'ona tumanida esa loyiha ofisi tashkil qilindi. Mazkur tuzilmalar orqali agrar sohada mana shunday o'quv amaliy seminarlar tashkil etilyapti. Jumladan turkiyalik mutaxassislar va mahalliy agronomlar ishtirokidagi 10 dan ortiq seminarlarni aytib o'tish o'rinli. Belorussiyadan xalqaro ekspertlar jalb qilindi. Aholi tomorqalari va ijara yerlari xatlovdan o'tkazildi. 8 ta umumiy qiymati 11,2 milliard so'mlik loyihalar shakllantirilib, bog'dorchilik kredit mahsuloti asosida moliyalashtirildi. Shuningdek, Quva va boshqa tumanlarda muzlatgichlar, qadoqlash va konservalash infratuzilmalari qurilishi boshlandi. Joriy yilning o'tgan davrida 4000 nafarga yaqin aholi va qishloq xo'jaligi subyektlariga 50 milliard so'mdan ortiq imtiyozli kredit ajratilib, mevali bog'lar tashkil etishga yordam berildi. Bizning Quva tumanimiz eskidan bog'dorchilik va dehqonlar yurti bo'lib kelgan. Mana hozirgi kunga kelib asosan eksportimizni ko'paytirish uchun intensiv bog'lar. Intensiv bog'ni qilmas ekanmiz, kalibrovkaga erishishimiz qiyin bo'ladi. Kalibrovka endi bu mevaning yirikligi. Hattoki mana agar shu narsalarga erishib olsak, Yevropa bozorlarini ham egallashga bizning qurbimiz yetadi, xudo xolasa. Bizning o'lkamiz, bu quyoshimiz, bundagi bo'lgan mevalar bunga dunyo tan beradi bu narsalarga. Faqat endi shuni sifati, kattaligi bularga erishish uchun mana endi Agrostar kompaniyamiz yangi tashkil bo'libdi. Shundan ko'p iltimoslar qilib so'rab qolyapmiz. Biz fermerlarni, bog'dorchilik fermerlarimizni birlashtirib bersa bizga. Birlashtirib bersa, mana yana ham samarali bog'larni yetishtiramiz. Xudo xolasa meni o'zimni bog'larim bor. Samarasi zo'r. Oldingi bog'larimizga qaraganda intensiv shaklda ekilgan, 1,5 metrga ekilgan bog'larimiz. Lekin
oldingi eski stildagi ekilgan bog'larimizdan allaqancha samarali. Nimaga yerda turib meva teralasiz. Eng qiziq joyi mevani yerda turib terasiz. Daraxt ustiga chiqish ham shart emas. Hosildorlik o'ta ham yuqori. Ishonsangiz hozir mana yaqin 25 ta ayollarimiz, sizlarga o'xshagan ayollar buni xomata qilib toqalab chiqishdi mevasini. Shuni yiriroq qilaylik deb 20 kun davomida toqaloq bilan shug'ullanishdi. Asosan ko'proq shoptollar bor bizda. Xitoyda bo'ldik yaqinda. Xitoyda mana 1-apreldan giloslari pishib chiqishni boshlar ekan. Shu Xitoylarning gilosini ham olib kelishdi. Mana bizning quvamizda yaqin 300 gektar yer bir yilda o'zida prezidentimiz ajratib berdi. Bog'dorchilikka, imенно giloschilikka ajratib berdi. Shu Xitoyda ham mana tuman hokimimiz boshchiligida birgalikda borib aynalib ko'rib keldik. Shu giloslardan olib kelib, shu yerlarda yangicha sort, yangicha giloslar bilan ko'pchilikka taqdim qilmoqda. Hozir 1 gektar intensiv bog'imiz oldingi bog'larda 3 gektarga teng meva beryapti. 3 gektarga teng 50-60 kilo olxo'ri slivalarimiz 70-80 tonnagacha olib boryapti. Tonnasini. Endi bundan kelib chiqyapti-ki, ko'ryapsizlar, yuqori darajada hosil olish mumkin. Bu hamma uchun ham narx arzonlashadi. Qancha meva ko'p bo'lgan sari dehqonga oldingi qimmatroq sotganidan ko'ra ham arzonroq sotsa ham daromad ko'proq bo'ladi. Tonna ko'p bo'lgandan keyin ichki bozorlarimiz ham ikkinchi sort meva yemasin, birinchi sort yesin. Hozirga kelib biz O'zbekistonlar hamma yoqda tanlab yeydigan oliy sortlarni yeydigan bo'lib ketdi. Nafaqat uni chetga o'zimizga ham yetkazib berishimiz kerak bo'lyapti. Nazariy va amaliy ishlar hududda eksport salohiyatini oshirishda ham o'z samarasini ko'rsatmoqda. Misol uchun 2025-yilning 27-may holatiga ko'ra 3000 tonna 23,5 million AQSh dollarlik gilos, 8000 tonna 6,5 million AQSh dollarlik o'rik, 6,2 ming tonna 9,2 million AQSh dollarlik turshak mahsulotlarining eksporti mamlakat bo'yicha amalga oshirildi. Farg'ona viloyatining o'zida esa bu jarayon quyidagi raqamlarni tashkil etadi. 4000 tonna 5,8 million AQSh dollarlik gilos, 2,6 ming tonna 2,1 million AQSh dollarlik o'rik, 792 tonna 1,3 million AQSh dollarlik quritilgan o'rik xorijga eksport qilindi. Joriy yilning fevral-may oylarida Quva, O'zbekiston va Beshariq tumanlari hamda Quvasoy shahridagi 236 ta xonadonga 11 ming dona mevali daraxt ko'chatlari yetkazib berildi va ekildi. Quva Agrostar MChJ prezidentimiz 57-sonli qarori bilan tashkil topganiga 4 oy bo'ldi. Endi sekin-sekin o'sha mahsulotni ekishdan to, ya'ni yetishtirishdan to eksport jarayonlarida Quva Agrostar qoplab oladi. Ya'ni qanday ma'noda? Ular shu zanjir halqalarini har bitta o'sha halqasida, ya'ni muammolarni o'rganib, zamonaviy yondashib, tomorqa egalari, ijara yer egalari hamda umuman bog'dorchilik, dehqonchilik xo'jaliklarini rivojlanishida katta ko'mak beradi eksportyorlargacha, qadoqlovchilargacha. Biz hammaga ma'lum, bizni O'zbekistonda yetishtirishdan to eksport jarayonigacha bo'lgan zanjir asosan 3 bo'g'imdan iborat, ya'ni yetishtiruvchi, tayyorlovchi, ya'ni rus tilida zagotovщик deydi, va eksport qiluvchi. Bular o'zaro bir-biriga uzviy bog'liq. Shu uchala halqadagi barcha muammolarni bartaraf qilishga, yangiliklar olib kirishga vazifasini o'z bo'yniga olgan. Tashkil topganiga 4 oy bo'lgan bo'lsa, biz dastlabki oylarda qilgan asosiy ishimiz bizga biriktirilgan hududlarni yaxshilab o'rganib chiqdik. Muammolarini birin-ketin qadamma-qadam yechishga kirishganmiz. Xudo xolasa men o'ylaymanki, 1 yil davomida, ya'ni 1 yildan keyin bizni qilgan sa'y-harakatlar, biz olib borilayotgan ishlar sekin-astalik bilan ko'rina boshlaydi deb o'ylayman. Va O'zbekistonga umuman qishloq xo'jalik eksportiga, odamlarni daromadli bo'lishiga katta hissa, ko'rinarli hissa qo'shishga harakat qilamiz. Jarayonlarda
bizni ixtisoslashuvimiz, ya'ni gilos, o'rik, shaftoli hamda ko'chatga ixtisoslashgan va hududlarimiz O'zbekiston tumani, Quva tumani, Quvasoy shahri hamda Parkent tumanlari biriktirilgan. Biz ushbu ixtisoslashgan mevalar va ushbu hududlar bo'yicha ishlaymiz. Asta-sekinlik bilan malakamizdan kelib chiqib, hududlarni va ixtisoslashgan mahsulotlarni yildan yilga kengaytirib boramiz. Bugungi festivaldan va seminardan maqsad eng avvalo o'zimizni, ya'ni Quva Agrostarni tanishtirish, yana ham Bank tomonidan berilayotgan imtiyozlarni yetkazish hamda odamlarni maroqli dam olish uchun bir hissamizni qo'shish. Quva tumanida amalga oshirilayotgan islohotlar qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, eksport salohiyatini oshirish va aholi farovonligini ta'minlashda muhim o'rin tutmoqda. Sayl davomida mahalliy dehqonlar o'z hosillarini namoyish etishdi. Gilos va boshqa mevalarning turli navlari taqdim qilindi. Anjumanda bog'dorchilik, dehqonchilik, tadbirkorlikka oid ko'rgazmalar ham tashkillandi. Bolalarning gilos saylidagi ishtiroki bayramga yanada ajoyib shukuh bag'ishladi. Festival xorijliklarning ham e'tirofi, e'tiboriga sazovor bo'ldi. Minnatdorchilik bildiramiz, chunki bugun biz hammangiz bilan birga bo'lib, do'stona va mehmondo'st saboqlar hamda tajribalardan bahramand bo'lish uchun keldik va biz barcha italiyalik sayyohlarni mamlakatingizga taklif qilamiz. Bu bizning ilk bor gilos festivalida ishtirok etishimiz. Aslida bu bizning birinchi marta Farg'ona mintaqasida bo'lishimiz. Biz bilardikki, Farg'ona O'zbekiston mintaqasining faxri, ammo bu joy bunchalik chiroyli va mehmondo'st ekanini bilmasdik. Festival delle ciliegie. Shu kunlarda har kuni bozorlaringizda yeyish uchun gilos xarid qildik, chunki ular nihoyatda mazali. Biz mamlakatning bu Quva degan hududida an'anaviy va boy tajriba beradigan hududlardagi go'zalliklarni kashf qilayotganimizdan mamnunmiz. Do'stim aytganidek, biz barcha italiyaliklarni bu ajoyib mamlakatni ko'rishga taklif qilamiz. Biz O'zbekistonni Italiyada targ'ib qilishimiz kerak. Farg'ona viloyati bu mintaqa hali to'liq kashf qilinmagan va juda chiroyli. Ushbu hududning kam tanilgan, ammo an'anaviy va ajoyib tomonlarini kashf etayotganimizdan xursandmiz. Rahmat. Di Fergana perché è tutta da scoprire, tutta molto bella. Grazie. Quva gilosi o'ziga xos ta'mi va rang-barangligi bilan ajralib turadi. Bu mevaning shiradorligi, ekologik tozaligi va foydali xususiyatlari tufayli u dunyo bozorida ham katta talabga ega. Quvalik dehqonlar o'z mehnati, zamonaviy agrotexnologiyalardan foydalanishi orqali hosildorlikni yil sayin oshirib bormoqdalar. Gilos sayli bahona tajribalar o'rtoqlashildi, o'rganildi, takliflar aytildi. Gilos sayli bu nafaqat hosil bayrami, balki xalqning birdamligi, mehnatga bo'lgan hurmati va milliy qadriyatlarimizga ehtirom ifodasidir. Ushbu sayl orqali Quvaning nafaqat fermerchilikdagi yutuqlari, balki madaniy hayotining boyligi ham namoyish qilindi.